Prezident murojaatnomasida belgilab berilgan ustuvor vazifalarni mamlakat hayotining barcha jabhalarida izchil amalga oshirishga kirishilmoqda. Davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va mahalla instituti faolligini kuchaytirishga qaratilgan islohotlar joylarda aniq natijalar bilan namoyon bo'lishi shubhasiz. Navbatdagi lavhamiz Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan tayyorlangan. Prezident murojaatnomasida belgilangan ustuvor vazifalar joylarda hayot bilan uyg'unlashib bormoqda. Beshariq tumanida buni davlat xizmati, tadbirkorlik va mahalla hayoti misolida ko'rish mumkin. Hokimlikda hujjatlar ish jarayonida, sexda mahsulotlar eksportga tayyorlanyapti. Mahallada esa yoshlar bilan ish qizg'in. Hayot oddiy davom etayotgandek, ammo mazmun asta-sekin yangilanyapti. Davlat xizmatida yosh kadrlar yangi yondashuv va yangi mas'uliyat demakdir. Beshariq tumani hokimligida ijro intizomi so'zda emas, ish jarayonida shakllanyapti. Muhtaram Prezidentimiz murojaatnomada mehnat bozorini yangi arxitektura asosida shakllanishini alohida ta'kidladilar. Bu islohotlar ayniqsa biz yoshlar uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Qisqa vaqt ichida zamonaviy kasblarni o'rganish, malaka oshirish va o'z iqtidorlarimizni amalda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldik. Shu yaratilgan shart-sharoitlar tufayli men ham o'z qiziqishimga mos kasbni egallab, bugungi kunda o'z sohamda mehnat faoliyatimni boshlaganman. Eksport faqat yirik zavodlar bilan cheklanib qolmayapti. Qishloqdagi mehnat ham bugun tashqi bozorga yo'l olmoqda. Tumandagi tadbirkor ayollar faoliyati bunga yaqqol misol. Biz quruq mevalarni qayta ishlash bilan shug'ullanamiz. Bizning korxonamizda 250 dan ortiq kasanachi, 100 dan ortiq ishchilar ishlaydi. Bizning quruq mevalarimiz nafaqat O'zbekistonda, balkim Rossiya davlatlari, Yevropa davlatlariga eksport qilinadi. Prezidentimiz kecha kungi murojaatlarida bizga yanada e'tibor berishdi. Xotin-qizlar va yoshlarni tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashni alohida ta'kidlab o'tdilar. Kasbimga bo'lgan ishonchim yanada ortdi. Kelgusida men ish o'rnini 500 taga chiqarishga harakat qilaman. Mahalla islohotlarining eng ishonarli ko'zgusi. Yoshlar bilan tizimli ish bor joyda esa barqarorlikka intilish ham bo'ladi. Davlatimiz rahbari xalqimizga yo'llagan o'z murojaatnomalarida yoshlarimizni, mahalladagi yoshlarni yanada zamonaviy kasblarga yo'naltirish bo'yicha alohida ta'kidlab o'tdilar. Shu jumladan yoshlarimizni yangi startap loyihalariga jalb qilish, startap loyihaga ega yoshlarimizni venture jamg'armalari orqali moliyalashtirish bo'yicha kerakli ko'rsatmalarni berib o'tdilar. Sun'iy intellekt sohalariga yanada keng qamrovli yo'naltirish orqali raqamli iqtisodiyotga mos tushadigan zamonaviy kadrlarni yetishtirish bo'yicha kerakli topshiriqlarni berib o'tdilar. Prezidentimizning ushbu murojaatnomalari asosida men o'zim yoshlar yetakchisi sifatida tizimli ishlarni tashkil qilishni maqsad qilib oldim. Beshariqdagi bu 3 misol bitta haqiqatni ko'rsatyapti. Murojaatnomadagi islohotlar jarayonda, ammo ular allaqachon inson hayoti, uning mehnati va kundalik faoliyati bilan bog'lanib ulgurgan.